Assalomu alaykum okalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz 124 mashinasi bo'ladi. Okalar, bunaqasi har doim ham kelavermaydi. Mashinaga 6-7 ming dollar pul tiqilgan, lekin mashinaning narxi juda ham yuvosh. Siz narxini aytaymi? Narxi 7700 AQSh dollari. Mashinamiz 1993-yil ishlab chiqarilgan. Kuzov probegi 220 ming, motor yaqinda korobka bilan bosilgan. Motor korobkani probegi 22 ming ekan, okalar, atigi. Полный elektronniy tablolar qilingan, gidravlitskiy rullar qilingan, полный AMG выхлопной sistema tortilgan, okalar. Hattoki supportlari, opornilari 221 ga qo'yilgan. Kovunni diskani o'zi 1000 dollarga qo'yilgan. Hattoki propani bor, 3 etapning shumkasigacha bor mashinaning. Tasavvur qilasizlarmi? Shuncha narsasi bor. Mashinaning narxi atigi 7700. Bitta ko'ramiz mashina. Mana qaranglar, turishini, duxini, balandligini qaranglar. Tikka mashina bor-ku, diska baloniga vashe tamom bo'ldim. Juda ham chiroyli fokus bilan qo'yilgan ekan. Mashinaning holati zo'r, okalar. Narxi vobshe zo'r. Shuncha pul tiqilgan mashina atigi 7700 dollar. Hattoki luklargacha bor. Mana endi payti keldi bunaqa mashinalarni olib, mazza qilib haydab yoqmasa tars etib sotib, boshqasiga almashtirib oladigan. Sababi narxi yuvosh. Yutqizish pashti yo'q. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. Двойной выхлопной sistemalargacha turibdi. Interyeri minimalizm, skromniy, qoraga qora. Bitta interyerni qilamiz. Xo'p, anatomический rul turibdi, akoprintlar bilan, kojinniy sideniya turibdi, perforatsiyasi bilan, avtomat korobka, stiklopodnyomniklar, bokoylarni boshqaradigan rejimlar, hattoki sidenalarimiz ham elektronniy ekan. Penner maytafonlargacha qo'yib qo'yilgan. Mashinaning holati xudo xolisa yaxshi, okalar. Aytib o'tganimdek, narxi 7700 dollar. Egalar nomerini yozib qo'yaman, shoshilinglar. Sababi bunaqa narxga bunaqa mashina har doim ham kelavermaydi. Yaxshigina pul tikilgan mashinaga.